Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Abbos Lapasov. Oliy yuridik ma'lumotga egaman, advokatman. Ko'plab savollar bo'lgandan keyin yuridik savodxonlik video kurslar to'plamini chiqarishni boshladim. To'plamda birinchi video darsliklar mehnat huquqi asosida bo'ladi va bu xodimlar uchun moslangan tarzda bo'ladi. Mehnat kodeksini, mehnat qonunchiligini yirikligidan kelib chiqqan holda barcha toifadagi xodimlar uchun umumiy bo'lgan to'plam darslarni 10 ta video darsga joylashga qaror qildim. Bunda dars 10 ta video dars hamda Telegram kanalda o'sha darsga aloqador bo'lgan o'quv qo'llanma hamda test savol-javoblar bilan birgalikda bo'ladi. Video darslar Instagram, YouTube, Telegram ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimda joylab boriladi. Video darsda to'liq soni 10 ta videodan tashkil topgan. Birinchi darslikda ishga qabul qilish bosqichi, mehnat shartnomasi, uning mazmuni, tuzilishi va huquqiy jihatlariga to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Ikkinchi videoda sinov muddatiga to'xtalishga qaror qildim. Sababi dastlab ishga kirayotganlar yoki bo'lmasa yangi ishga kirayotganlar aksariyat holda sinov muddati bilan ishga qabul qilish holatlari ko'p uchraganligi uchun bu mavzuga to'xtalishni reja qildim. Keyingi masala ish vaqti rejimi. Ish vaqti rejimiga ko'pchilikda savol tug'iladi. Xususan bu bevosita mehnatga haq to'lash tizimiga bog'liq bo'lgani uchun ish payi to'lov oluvchilarga, vaqt payi to'lov oluvchilarga ish vaqti rejimi, to'liqsiz rejim bular haqida batafsil ma'lumotlar berishni reja qilganmiz. To'rtinchi mavzu bo'ladi video dars mehnatda, ya'ni ish haqi tizimi. Bunda to'lash tartibi, shtatlar jadvali yoki bo'lmasa shartnoma asosida to'lash, shuningdek rag'batlantirish, qo'shimcha kafolatlar, kompensatsiya to'lovlari haqida ma'lumotlar beriladi. Keyingi masala ta'tillar, shuningdek har yilgi mehnat ta'tili. Ta'tillar mavzusida ijtimoiy ta'tillarga ham to'xtalib o'tiladi. Shuningdek, ijtimoiy nafaqalar mavzusida, shuningdek unda ta'tillarning hisob-kitobi, ta'til uchun ish yili masalasi, ta'til uchun hisoblanadigan ish yili staji borasida savollarga javob berishga harakat qilamiz. Keyingi masala alohida va ko'p uchraydigan holat vaqtincha mehnatga layoqatsizlik. Bu kasallik oqibatida bo'lgan holatlar uchun yangi tartib bo'yicha buni Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi to'lashni boshlagan. Lekin qaysi holatlarda kasallik varaqasi uchun qancha miqdorda haq to'lash shu kabi mavzularga, muammolarga, savollarga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. 7-video darsda alohida toifadagi xodimlarda mehnat qonunchiligida belgilangan huquqlari va qonuniy kafolatlar haqida ma'lumot beramiz. 8-video dars esa ko'p uchraydigan, lekin nisbatan murakkab mavzu bo'lgani uchun intizomiy javobgarlik, ya'ni mehnat intizomiga to'xtalib o'tamiz. Bunda javobgarlik choralari, muddati, qo'llash tartibi hamda xizmat tekshiruvi qoidalariga oydinlik kiritamiz. 9-mavzu bevosita mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari va tartibiga bag'ishlangan bo'ladi. 10-mavzu esa mehnat huquqlarini xodimlar tomonidan himoya qilish usullari, tartibi va murojaat qilish tartibi, inspeksiyaga yoki bo'lmasa sudga murojaat qilish tartibi haqida ma'lumotlar beriladi. Yuqorida ta'kidlagandek, har bitta video darsdan tashqari o'quv qo'llanma bo'ladi hamda savol-javoblar shaklda bo'lgan savollar berib boriladi. Barcha platformalarda joylanadi. Kurs yuridik savodxonlik video kurslar to'plamini tarkibidagi mehnat huquqingizni biling deb nomlangan kurs video darslar to'plami bo'ladi. Buni barcha platformalardan topishingiz mumkin. Hammaga rahmat.